Kalsiy kollagenni greliyevga a'zo bo'lmasdan ham avval men juda ko'p ishlatganman. Kalsiy kollagen 6 ta davlatdan chiqariladi. 2 ta davlati Malayziya bilan 2 ta davlatga halol sertifikati berilgan. Endi 5 mahal namozda o'qib, hajga borib kelgandan keyin cho'chqani oshqozon osti bezi cho'chqani ustidan olingan kollagenni ishlatolmaymiz. Lekin halol sertifikatli kollagen bir pachkasi 400-420 ming turadi. Lekin uni kalsiysini sotib olsangiz 250 ming kalsiy olasiz. Ikkalasi 650 ming bo'ladi. Bu kalsiy kollagenimiz esa kalsiysi 1 yil shindirilgan, chunki dengiz mahsulotlaridan olingan. Kollagen deganimiz o'zi nima desak? Hozir doktor ma'ruza qilganlarida oqsil bilan kollagen ikkalasi qo'shilib, hujayrani yoshartirib, tiriltirib turadi. Har bir hujayraga kiradigan oziqani ta'minlaydi. Buni tarkibi aminokislota, vitamin va ko'p miqdorga foliy kislota, vitamin C'dan iborat. U degani ham immunitetni tiklaydi, ham kalsiyni tiklaydi, ham mahsulot oson ertalabga och qoringa iste'mol qilasiz. Agar odam klinikasiga o'tish paytiga semirib ketadi. Ana o'sha semizlar aytadi-ku, kollagen ichsam battar semirib ketaman-ku, qanaqasi doktor? Men icholmayman. Yo'q, unaqa emas. Kollagen tayyor oziqani semizlikka maylligi bor yoki normadan ortiq vesli kishilar ovqatlanishdan yarim soat oldin ichish kerak. Shunda tayyor oziqani ichiga kirgandan keyin odamning qorni to'q sezgisi bo'ladi. To'yxonaga borsa ham, gashtakka borsa ham qorni to'q sezgisi bilan yemaydi-ku. Masalan, o'zimizga oziqamizga yog' mahsulotlari, ayniqsa mol yog' mahsulotlari, qo'y yog' mahsulotlari ko'pligi uchun oziqa semiradi. Buni tarkibiga unaqa yog' mahsulotlari yo'q, oqsil mahsulotlari, o'zimizda pay mahsulotlarimiz va miyani oziqlantiruvchi vitaminga boyitilgan. Shuning uchun buni ham tavsiya qilaman. Birinchi o'ringa odam o'zini oilasiga sinab ko'rgani afzal. Chunki keksalar, bemorlar ko'pincha mahsulotni yaxshi yesa ham ichak surmaydi. Yoki bo'lmasa kamqonlik paytiga qonni ham ko'tarib beradi bu. Kamqonlik paytiga ba'zi bir kasalliklarga tanaga mikroelement yetishmasligi natijasida ichak talab-tartishni mana surib tashlaganida semirish bo'ladi. Men ko'rganman, o'zi semirib ketyapman deydi. Chunki talab-tartish surgani, men kollagen suryaptimi, oqsil suryaptimi, vitamin suryaptimi, hatto surish kerak degan miyada buyruq bo'ladi. O'shani bajarish emasdi semiradi. Shuning uchun kollagen kalsiyni kim ozg'in bo'lsa, qorinni to'qlagandan keyin ichsizlar. Kim semirishga mayl bo'lsa, nimadan ovqatlanishdan yarim soat avval oziqlaninglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Biroz tavsiyalar qilamiz. Hurmatli o'rtoqlar, men birlarga aytib